Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz a'zolari. Mana ko'rib turibsizlar. Bu Maxim degan uzum. O'ta qattiq bo'ladi donlari. Mana e'tibor beringlar. Boshi ham katta bo'ladi. 1 kilodan 3 kilogacha ham bo'ladi donlari. Mana qaranglar. Chimchiqali cho'qiganlari undan olib mayiz bo'lib qoladi. Hali bir-biriga o'tmaydi. Mana qanday pushti bir nimasi bo'ladi, taramlari ko'ringlar. Mana. Endi buni mana donidan bitta olib yeb ko'ramiz, qaranglar. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Korsillaydi. O'ta shirin, suvlik. Mana. Ko'ringlar, buni ko'chalardan tayyorlab qo'yganmiz. Ikki vaqt shu meva qilsin deganlarga mana shunaqangi katta ko'chalari ham bor, mana 3 yillik ko'chalari ham bor. Ekiladi, xudo xolisa meva qilaveradi. Ko'proq mana Toshkentlik g'alibalilar shunday eksagu meva qilsa deydi, mana ko'ringlar. Tepasida chimchiqlar yegan ekan, o'shalarni kesib qo'ydik ozgina. Bunda qancha pushti bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ko'chalar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerimiz 91lik 123 0550. Bundan tashqari ham 50 xil, 60 xildan ortiq uzum navlari bor. Mana bunda qancha xil mana payvand qilingan. Mana bir xil, ikki xildan har bir tupida ikki xildan meva qiladiganlari ham bor, mana ko'ringlar. Mana ikki xil, uch xil meva qiladigani ham bor. Mana bu tomonlari payvand qilingan asosan. Bu tomonlarda ham bor, mana. Qaranglar. Bu Muru degani Yaponiyani Rubiraman deganda qorasi. Bu Koreyadan kelgan. Bir shogirdimiz olib kelib bergan. Mana ko'chalari, bundan tashqari har xil meva daraxtlar ko'chalari bor. Telefon nomerimiz 91lik 123 0550. Like bosib, podpiska qo'yinglar, yaxshilikka yordam beringlar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yaxshi bog'lar tashkil qilinglar, xudo xolasa. Yaxshidan bog' deydi, yomondan dog' deydi. Shuning uchun chiroyli bog'lar qilib, yaxshi daromad qilib, ehsonlar ko'p qilinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Yaxshi niyatlaring bersin, sog' bo'linglar. Yaqinlarga yuborib qo'yamiz.